Assalomu alaykum. Voqealar markazi kanaliga xush kelibsiz. Bugungi ko'rsatuvimizda Yevgeniy Prigojinning isyoni haqida gaplashamiz. 2023-yilning 23-iyuni Rossiyada kutilmaganda mamlakat tarixidagi eng xavfli siyosiy harbiy inqirozlardan biri boshlandi. Bir necha soat ichida minglab qurollangan Wagner jangchilari Rossiya hududiga kirib keldi. Ular Rostov-na-Donu shahridagi muhim harbiy obyektlarni nazoratga oldi. Keyin esa kolonna Moskva tomon harakatlana boshladi. Poytaxtgacha soatiga 200 kilometrgacha masofa qolgan edi. Xo'sh, Rossiyada aslida nima sodir bo'ldi? Prigojin nima uchun Putin hokimiyatiga qarshi chiqdi? Va eng muhimi, nega u Moskva tomon yurishni birdaniga to'xtatdi? Yevgeniy Prigojin Rossiyada uzoq vaqt Vladimir Putin bilan yaqin aloqalari sabab tanilgan tadbirkor edi. Keyinchalik u Wagner deb atalgan xususiy harbiy tuzilmaning eng mashhur rahbariga aylandi. Wagner jangchilari Rossiyaning Ukrainadagi urushida, ayniqsa Baxmut uchun janglarda katta rol o'ynadi. Ammo vaqt o'tishi bilan Prigojin Rossiya Mudofaa vazirligi va harbiy rahbariyatini tobora keskin tanqid qila boshladi. U armiyani, Wagner jangchilarini yetarli qurol-yarog' va o'q-dorilar bilan ta'minlamayotganlikda aybladi. 2023-yil iyuniga kelib, Prigojin va Rossiya harbiy rahbariyati o'rtasidagi ziddiyat ochiq qarama-qarshilikka aylanib ketdi. 23-iyun kuni esa vaziyat keskin o'zgardi. Prigojin Rossiya harbiy rahbariyatiga qarshi qurolli yurish boshlanganini e'lon qildi. U buni Moskva hokimiyatini ag'darish emas, balki o'z ta'rifida adolat yurishi sifatida ko'rsatdi. Wagner kuchlari Ukrainadagi pozitsiyalaridan Rossiya hududiga o'tdi. Keyin ular janubdagi yirik shahar Rostov-na-Danuga kirib bordi. Shahar Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyalari uchun muhim logistika va qo'mondonlik markazlaridan biri edi. Wagner kuchlari janubiy harbiy qo'mondonlik obyektlarini nazoratga oldi. Eng xavotirli bosqich aynan shundan keyin boshlandi. Prigojin boshchiligidagi Wagner kolonnalari Moskva tomon harakatlana boshladi. Rossiya hukumati poytaxt va boshqa hududlarda xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Vladimir Putin televizion murojaatida qurolli isyonni Rossiyaga xiyonat sifatida baholadi va isyonchilar javobgarlikka tortilishini aytdi. Ammo Wagner kuchlari oldinga siljishda davom etdi. Eng hayratlanarlisi, ular Moskva tomon 200 kilometrga yaqin masofagacha yetib kelgan edi. Bu Rossiya rahbariyati uchun juda jiddiy vaziyat edi. Va aynan shu yerda voqeaning eng sirli qismi boshlanadi. 24-iyun kuni kechga yaqin Prigojin Moskva tomon yurishni to'xtatishini e'lon qildi. Kelishuv Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko vositachiligida amalga oshirilgani ma'lum qilindi. Kelishuvga ko'ra, Prigojin Belarusga ketishi, Wagner jangchilariga esa turli variantlar taklif qilinishi kerak edi. Shu tariqa Rossiya poytaxtiga qarab ketayotgan qurolli kolonna ortga qaytarildi. Bir sutkaga ham yetmagan vaqt ichida boshlangan isyon kutilmaganda tugatildi. Prigojin bir muddat Belarusda bo'ldi. Wagner jangchilari esa Rossiya Mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzish, xizmatdan ketish yoki Belarusga ko'chish kabi variantlar paydo bo'ldi. Putin keyinchalik Wagner qo'mondonlari bilan uchrashganini ham ma'lum qildi. Ammo bu kelishuv uzoq davom etmadi. Prigojinning kelajagi tobora noaniq bo'lib bordi. Isyondan roppa-rosa 2 oy o'tib, 2023-yil 23-avgustda Prigojin bo'lgan biznes jet Moskva shimolida qulab tushdi. Samolyot bortidagi 10 kishining barchasi halok bo'ldi. Rossiya aviatsiyasi rasmiylari e'lon qilgan ro'yxatda Prigojin va Wagner asoschilaridan biri Dmitriy Utkin ham bor edi. Keyinchalik Rossiya tergovchilari genetik tekshiruvlar orqali bortdagi barcha 10 kishining shaxsini tasdiqladi. Samolyot halokatining sababi bo'yicha esa turli taxminlar paydo bo'ldi. Rossiya rasmiylari va xalqaro manbalarda turli versiyalar tilga olingan, ammo halokat sababiga oid ko'plab da'volar mustaqil ravishda tasdiqlanmagan. Shuning uchun bir qismini videoda Prigojinni kim o'ldirdi deb fakt sifatida emas, balki halokat sababi haqida turli versiyalar mavjud deb berish eng to'g'ri yondashuv bo'ladi.
Prigojin isyoni Rossiya siyosiy tizimi uchun juda noodatiy voqea bo'ldi, chunki qurollangan guruh mamlakat hududida harakatlanib, Rostovdagi muhim harbiy obyektlarni nazoratga oldi va Moskva tomon yurdi. Ammo yurish jangovar to'qnashuvsiz kelishuv bilan tugadi. Keyinchalik Wagner tuzilmasining kelajagi ham o'zgardi. Prigojinning o'limidan so'ng uning tashkiloti avvalgidek mustaqil kuch sifatida faoliyat yurita olmadi va Wagner jangchilarining bir qismi boshqa tuzilmalarga o'tdi. Shunday qilib, 2023-yil 23-24 kunlari Rossiyada atigi bir sutkaga yaqin davom etgan, ammo tarixda eng katta iz qoldirgan voqea yuz berdi. Prigojin boshchiligidagi Wagner kuchlari Rostovni egalladi, Moskva tomon yurdi va poytaxtgacha taxminan 200 kilometr qolganida to'xtatildi. Oradan 2 oy o'tib esa Prigojin samolyot halokatida vafot etdi. Bu voqea bugungi kungacha Rossiyaning zamonaviy tarixidagi eng noodatiy qurolli siyosiy inqirozlardan biri sifatida tilga olinadi. Agar sizga shunday tarixiy va muhim voqealar haqidagi videolar yoqsa, Voqealar markazi kanaliga obuna bo'ling. Keyingi videoda yana bir muhim voqea bilan uchrashamiz.